Dubay stiliga 5 ta kottej, bittasi sotilgan, 4 tasi sotuvda. Ichkarisi tayyor remonti bilan. Hammaga assalomu alaykum. Kottejlar почти kvartira narxida. Narxi videoning oxirida. Biri 3 sotudan qurilgan, 2 ta terrasasi mavjud, 7 ta xona. Endi bo'lsa, hozir ichkarisidan sizlarga ko'rsatib chiqaman. Ozgincha bardakka e'tibor bermaysizlar. Bitta mashinaga ko'chada yetarli parkovka, ichkarida yana bitta mashinaga parkovka mavjud. Etajni 4 etajdan iborat. Bismillah. Inshaalloh 3 minutda polnisi obzori ko'rsatib ulgurishim kerak. Ayollarimizning xonasi polnisi mebel texnika bilan jihozlangan. Pastda gostivoy zal. Orqada kichkinagina dvorga mavjud. Panoramli oynalar bilan. Родительский спальня. Гостевой санузел. Podval, полноценный холодный xonalar mavjud. Uyimiz yuragi mavjud pastda. Qizlar ham obzorda ekan. Детский xona qilsangiz ham bo'ladi yoki bo'lmasa yana bitta yosh kelin ko'ylagi uchun. Yani bitta xona. Tak. Общий санузел. Yani bitta spalnya. Inshaalloh ulguramiz 3 minutda. Bu bo'lsa birinchi terrasa. Master spalnya, o'zini sanuzel garderob bilan. Mana bu joyi garderob xolos. Bu bo'lsa sanuzel. Endi bo'lsa ikkinchi etaji, to'g'ri, 3-etaj. Etaj hisobiga 4-etaj bo'ladi. 4-etajdagi terrasani yana bitta xonani ko'rsataman sizlarga. Maşallah, juda ham chiroyli. Narxi 3 milliard. Inshaalloh qiziqqanlar bo'lsa, pastda nomer qoldiraman, bemalol telefonlashib kelaverasizlar. Videoni shunaqa aka-ukalarga uyoqtirib bergan tanishlarga jo'natib qo'ying. Inshaalloh sog'lik bo'lib qolsin.